Assalomu alaykum bolalar hammaga. Sizlar bilan yana Tanka Pabik. Har doimgidek. Bolalar bittadan like va bittadan komment eslangdan chiqarmaysizlar degan umiddaman. Hozircha bizda ishtirokchilar 28 nafar yetishdi. Ko'ramiz bu safargi turnirda kim yutib ketar ekan. Biladiganlar bo'lsa, yangilik bo'ldi. Bizda birinchi va ikkinchi o'rinlarga yutuq berilyapti, faqat birga emas. Yigirma to'qqiz nafarga yetishdi ishtirokchilar. Bolalar bittadan like va bittadan komment eslangdan chiqarmaysizlar degan umiddaman. Eng asosiysi qo'ng'iroqcha belgisini bosib qo'yinglar. Shunda kanalda bo'layotgan yangiliklardan bexabar qolib ketmaysizlar. Biz hozircha so'nggi daqiqalar ketmoqda. Va start berildi. Mana bolalar ishtirokchilar ro'yxatlarni o'zlaring bemalol ko'rib olishlaring mumkin. Yigirma to'qqiz nafar. Bugun biznikilardan faqat 2 kishi qatnashyapti xolos. Bolalar hammalariga omad tilab qolaman o'yinlaringda. Nima ketyapti bu yerda? Hozirdan sakraverayotganlar bor. Bularda eventga tushish niyati yo'q ekan shekilli. Bir kichkinagina talpacha ko'ramiz hozir. Oho, bu juda ham kech qoldi tushishga. Bu Jax David holatida. Yusufov endi tushib kelyapti bizda. Lapar eshitdimi? Yusufdan infosini yoki yo'q? Ha, eshitdim. Qanday lahm go'sht bo'lib berdi. Bu yerda hozir biz Relax va Uzba Axinning o'rtasida to'qnashuv ko'rishimiz mumkin. Va bu o'rtaga Maestro ham qo'shilmoqda. Relax yoqib yubormoqda axi. O'zi ham yonmoqda. Ko'ramiz. Maestro. Wo. Relax o'tib olamiz.
Va bu yerda hozir Ado bilan Sheyxxon o'rtasida to'qnashuv yuz berishi mumkin. Bo'lib ketyapti bu yerda. Ado tutmoqda. Sheyxxonda reaksiyani juda ajoyib bo'ldi bu yerda o'zing ko'rganlaringdek. Salazar kimga mol o'tmoqda? 5 kulaklanmoqda. Hozircha bizda boshqa joylarda yo'q. Bitta joyga tushganlar ham yo'q bor. Gold Aziz bilan Ado. Bum. Biroz o'xshamay qoldi. O, yana bir granata. Shuncha granatani unga molta bo'lganda allaqachon o'lib ketgan bo'lardi. Endi molta bilan chiqyapti bu ham. Ketib bo'lgandan keyin menimcha u yoqqa o'tganini bilibdi. O, ajoyib harakat bu yerda Adodan. Gol tepaga chiqmoqda, kutib olmoqchi. Ana endi bular o'rin almashishdi. Adoda bitta granata, bitta olov. Ko'ramiz nima qilishar ekan. Goldda hujum qilmoqda. Bu yerdan Ado kutib oladi. Afsus, kutib ololmadi Ado. Bizda hozircha yo'q boshqa yoqda. To'g'ri ketyaptimi hozir? To'g'ri. Qayerga harakatlanyapti Ulug'bek? Ulug' Puma. R9 Fire'da oldiga harakatlanmoqda. Fire payqaydimi?
Maestro. Va bu yerda biz hozir ulug'va Puma va X7 Maestro o'rtasida to'qnashuv yuz berishi mumkin. O. Maestro o'zini bildirib qo'ydi. Ulug' Puma bitta granatda, bitta imkon. Yo'q. Maestro. Nima qilyapti? Maestro. Juda xavfli ish qildi hozir. Yerda Maestro kutib oladim Pumani. Vo. Gallashtiradi Pumani. Ko'z oqarmadimi? Nima, Maestroni naushnik yo'qmi deyman? Ulug' Puma yonboshga o'tganini ham bilmayapti. Hozircha hech qanday to'qnashuv hech qayerga yuz bergani yo'q. Vo! Qanday harakat ulug' Pumadan. Bir amallab ketdi ulug' Puma. Maestro otolmadi ham. Vo, bizda bu yerda ulug' Pumaga E7 Dior yaqinlashmoqda. Push qiladimi? Dальше. Vo, granat otmoqda. Yo'q, yetkiza olmadi. Yetkazgan taqdirda ham ulug' Pumaga tushmaydi bu granata. Prime Stalker va Shekhan. Shekhan ochiqda nimani o'ylayapti? O'zi bir Jax va BS. O'zi bir Jaxga lapar ishlayapti bu eventdan. Hali bilmaydi David bo'lib ketganini. BS Jaxni.
Ulug' Puma va R7 Dior. Burxoniddinov David holatida. Dior va Ulug' Puma o'rtasida to'qnashuv demoqchi edik. Sразу olib qoldi. R7 Dior Fire knock holatida. BS ko'tarishga bermadi Fire'da. Yusupov 07 David holatida ko'laklanyapti. Hozircha hech qayda to'qnashuv yo'q. Ishtirokchilarimiz 10 nafar qolishdi. Mana endi to'qnashuv yuz berishi mumkin. Prime Stalker zonaga harakat qilish kerak. Director da bola hammaga bitta-bitta o'tib chiqamiz. Hozir hammamiz ehtiyotkorlik bilan harakat qilmoqda zonaga. Bizda BS va Yusuf o'rtasida. Yusufni portlataman deb o'zi o'lib ketib qolmaydimi BSda? Zonaga o'tib ketib qolib oldi bu yerda arangina BS. Endi aptechka ichish kerak. Bu yerdan Yusuf aptechka berish ichga qo'ymayapti. Ammo endi o'ziga ham aptechka kerak Yusufda. Uspet qildi. Va bu yerda BS grant olamoqchi. Mana buni qarang, 2 dona o'q va BS knock holatida. Bizda Prime Stalker va Gold Aziz o'rtasida. Prime Stalker aylanib o'tishni tanladi. To'qnashishni xohlamadi Gold Aziz bilan. Va biz Gold Aziz zonaga qarab harakatlanmoqda. Uni esa ayol kutib turibdi. Shu yerda qolish tanladi oxirigacha bormasdan. Yusufni o'zi ham nok holatida sirasi direktor tarafidan David ham qilinmoqda. Va bizda ishtirokchilar 6 nafar. Kim yutuqtab ketarkin? Hali ham vaprosligicha qolmoqda bu yerda. Ulug' Pumada zona. Qolganlar endi zonaga harakat qilish kerak. Va bizda direktor kirib kelmoqda zonaga. Samurayga ko'rinadimi direktor? Mana buni qaranglar, jon omad desa bo'ladi buni. Ammo uning orqasidan ayol samuray turibdi.
Prime Stalker granataga uchirmoqda. Va biz ishtirokchilarimiz 5 nafar, bu yerda hozir 2 nafargina faqat yutuqni ola oladi. Wow. Voltaj yetmay qolatdi-da. Ayol tarafidan. Endi o'zi zonaga kira oladimi ayolda o'zi? Bu yerda samuray kutib turibdi. Yo'da ulug' Prime va Prime Stalker. Wow. Ayol nok holatida va biz ishtirokchilar 3 nafar qolishdi. Va birga bir holat. Endi qizig'i ham yo'q. Barbie kalla ham yutuqni oladi bu yerda. Ammo top 1da yutug'i boshqacha bo'ladi, qandaydir. Bu yerda harakat qilmoqda har ikki jamoa. Uchta granatda bor bu yerda. Ulug' Pumada, Stalkerda ham 3 ta granata. Wow, mana buni qaranglar, tushiga ozgina qolmoqda har ikkala ishtirokchini ham. Oh, manti yeyapti. Va yengilgina Prime Stalker kutib olmoqda. Ulug' Pumani. Mana bolalar, o'zlaringiz natijalar ko'rib olishlaring mumkin. Bittadan like va bittadan komment esdan chiqmasin bolalar. Eng asosiysi qo'ng'iroqcha belgisini bosib qo'yamiz. Hammalaringga keyingi o'yinlaringda omad.